2025-yilda eng qimmat transfer narxiga ega bo'lgan top 5 futbolchilar. 5-o'rinda ikkita futbolchi bor. Ularning biri Jamal Musiala va Pedri. Jamal Musialaning hozirgi klubi Bavariya va uning yoshi 22 da. Hozirda uning umumiy transfer narxi 140 million yevro deb baholandi. Pedri esa hozirda 23 yoshda. Uning klubi Barselona. U ham 140 million yevro transfer narxiga ega bo'ldi. 4-o'rin Vinicius Junior. U hozir 25 yoshda va klubi Real Madrid. Uning umumiy transfer narxi 150 million yevro deb baholandi. 3-o'rin Jude Bellingham. Jude Bellingham hozirda 22 yoshda va klubi Real Madrid. Uning umumiy transfer narxi 160 million yevro deb baholandi. 2-o'rin Kylian Mbappe. Mbappe hozirda 26 yoshda va uning klubi Real Madrid. Uning umumiy transfer narxi 180 million yevro deb baholandi. 1-o'rinlarda esa Lamine Yamal va Erling Haaland. Erling Haaland hozirda 25 yoshda va uning klubi Manchester City. Uning umumiy transfer narxi 200 million yevro deb baholandi. Lamine Yamal esa 18 yoshda va uning klubi Barselona. Uning ham transfer narxi 200 million yevro deb baholandi. Bundan ham qiziqroq videolar profil